Kichik do'stlar, sizlar tunji qadamda A harfining har qaysi shakllari bilan tanishish oldida turibsizlar. Endi ular tanishlik darsi qanday? Bosh A, yolg'iz A, oyoq A, ulanma A. Endi qiziqarli misollar bilan ularning so'zlaridagi o'rnini ko'rib boqandik. Apam ayga o'xshaydi, ay o'gisanda to'xtaydi. Ördek ori ko'tirib, ishtin yondi. Herib ketgach bir haza, yig'lib oldi. Şar, 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 şar uçudu. İttilmog'icha yerga tushmaydi. Avlikimning in alg'usi naqshi aytadi, appoq tushqan xafa bo'lib, yiroq ketdi. Bağvan ve onun oğlu. Yakınki zamanlarda bir bağvan boğay ötken iken. Boğayның bir oğlu bulup, ikisi naiti icil inak yaşaydı iken. Bala mektepte okuydu iken. Boğay bolsa etiz irik işlerini kılıp armaydı iken. Bir günü bala mektepten qaytib kelip boğaylısıga kirse, dadısı atını yetelep çıkıp atqıdık. Dodo nega borsan? Depti bala. Aqtashdagi baqqa deb javob beribdi bo'vay. Menmi boraman? Depti bala. Balam, u yerdagi yiroq, qiladigan ishlar ko'p, zerikib qolasanmikin? Depti bo'vay. Kuyimchanlik bilan. Unalg'ini elib olsam zerikmayman. Depti bala ergilab. Undaqda chaqqan bo'l, depti bo'vay. Balasiga maslahat kelib. Bala hapila-shapila uyga kirib, unalg'usini ep chiqibdi. Ular atni bo'lishiga chaptirib, baqqa tezlik yetib keldi. Ikkalan mevalarni uzishga boshlabdi. Üzüp harmabdi. Ularning g'ayratiga aprin o'qib, tornilar ko'k osmonda larzon qanotga qishibdi. Unalg'u balig'i madad berib, naqshi o'qibdi. Ular ishlayverib, kech kirganini sezmay qoldi. Mevalar üzilib tugabdi. Ata bala xo'shal xuram holda olma, anar, omutlarini joylashtirib bo'lib, uyiga qarab yo'l oldi. Bala yo'lda kelib etib dadasidan so'rabdi. Dada, biz nimishqa shuncha qattiq ishlasakmi, horg'inlik his qilmaymiz? Uni so'rab, yaxshi qilding o'g'lim, debdi boy. Bir narsani o'ylagan qiyofatda. Ko'nilada baxt keladi nadin, peshonandagi ta'din degan gap bor. O'rin odam asonli herib qoladi. Shunlashqa ularning erishadigan narsasi oz bo'ladi. Qancha ko'p tirishsak, shuncha ko'p baxtga va natijaga erisha olamiz. Bu xuddi maktabda tirishib o'qisang, kun siri bilimlik bo'lib, kelgusida katta odamga aylana oladiganligiga o'xshaydi. Dada, katta degan gapning ma'nosi nima? Katta degan ostimizdagi otdek chapqur, ko'kdagi quyoshdek nurliq, turnalardek ko'kda parvoz qila oladigan degan gap. Debdi boy. Oy, men katta odam bo'laman. Debdi bala. Qiyinga patmay. Shunday qilib, ular xo'shal xuram holda uyiga qaytib keldi.